Assalomu alaykum. Ushbu videoda biz Consulting.uz tomonidan e'lon qilinayotgan vakansiyalarga qanday qilib ro'yxatdan o'tishni noldan o'rganib chiqamiz. Va sizlardan iltimos qilgan bo'lardim, har bir qismni diqqat bilan kuzatib, qanday to'ldirishni o'rganib olsangiz, to'ldirishda, ya'ni formani to'ldirishda muammo aslo bo'lmaydi. Demak, boshladik. Hozir biz Consulting.uz'ni Telegram kanalidamiz va mana shu kanalda berilgan mana oxirgi e'longa qanday qilib ro'yxatdan o'tishni ko'rib chiqamiz. E'lon bilan qisqacha tanishasiz va bu yerda Ausbildung, ya'ni Germaniyada Ausbildung yo'nalishi bo'yicha vakansiya e'lon qilingan, boshlanish sanasi, yo'nalish, qayerda joylashgani va hozirgi holati. Agar siz vakansiya haqida to'liqroq ma'lumot olish uchun mana bu yerni bosadigan bo'lsangiz, siz alohida mana shu Telegram sahifasiga o'tasiz va bu yerda to'liq ma'lumotlarni o'qib chiqasiz. Men kompyuterdan to'ldirib ko'rsatyapman, chunki sizga tezroq to'ldirib ko'rsatishim osonroq bo'ladi. Telefondan yozib o'tirgandan ko'ra kompyuterda nisbatan tezroq. Agar siz ham imkoniyatingiz bo'lsa, kompyuterda to'ldirib chiqishni tavsiya bergan bo'lardim. Imkoniyatingiz bo'lmasa, bu muammo emas. Xo'sh, keling biz bu yerda tanishib chiqdik deb olamiz o'zimizni va chunki siz aynan bu yo'nalishga emas, boshqa yo'nalishga topshirishingiz mumkin. O'zingiz o'qib, tushunib olganingizdan so'ng eng pastida bizda mana shu link paydo bo'ladi va mana shu linkka bosganimizda biz Telegramdagi Consulting.uz admin Telegram botiga o'tamiz. Bu yerda ko'rib turibsiz, 11 mingga yaqin foydalanuvchi bor. Boshqa botlar bilan adashtirib yubormang va bot sizdan ism familiyangizni chiqarib salomlashadi. Shuning uchun menda boshqacharoq, sizda boshqacharoq bo'lishi mumkin. Bu yerda bizda Consulting.uz Telegram kanaliga a'zo bo'lganmizmi yoki yo'qmi shuni so'raydi va biz mana shuni bosgan holatda Consulting.uz Telegram kanaliga o'tib, mana bu yerda a'zolikni bosib qo'yamiz va Telegram botga qaytadigan bo'lsak, bu yerda tekshirish knopkasi bor. Mana shuni bosamiz. Va biroz kutganimizdan so'ng bizda ajoyib deb aynan biz ro'yxatdan o'tishni xohlagan yo'nalish uchun link paydo bo'ladi. Mana shu linkka bosamiz va bizda link ochiladi. Demak, yana qaytaraman, men kompyuterdan o'tyapman. Sizda biroz boshqacharoq bo'lishi mumkin. Buni hech qanday muammosi yo'q. Telefonda ham deyarli shu to'ldirish formalari chiqadi. Va sizda mana boshida chiqqan narsani ko'radigan bo'lsak, bizda nimalar kerak bo'lishi. Demak, sizda pasport, telefon raqam, 3-4 rasm, albatta telefonda emas, borib rasm tushadigan joyga, chiroyli rasmga tushadigan bo'lsangiz, xuddi green card kabi sifatli va 250 kilobaytdan oshmaydigan hajmdagi rasmni sizga chiqarib berishadi. Ana shu rasmni olib, ya'ni sizga elektron tarzda tashab berishsa, siz uni bu yerga, mana bu formaga joylashtirishingiz mumkin bo'ladi. Va pasportingiz sizda zagran pasport bo'lmasa, unda ID kartani ham skaner qilingan varianti bo'lishi kerak. Ko'pchilik shunchaki pasportini rasmga oladi va ana shu rasmni joylashtirmoqchi bo'ladi. Yo'q, bizga rasmning PDF varianti kerak. Chunki biz keyinchalik pasportingizni ish beruvchiga jo'natishimiz, aynan boshqa turli xil hujjatlarga biriktirishimiz mumkin bo'ladi. Shuning uchun bizga pasportingizni chiroyli formatdagi skaner qilingani kerak bo'ladi. Ko'pchilik shu yerda so'raydi, pasport ma'lumotlarimni kirityapman, bu xavfli emasmi, xavfsizmi deb so'raydi. Shu yerda biz aytishimiz mumkin, bu yerdagi ma'lumotlar hech qachon hech kimga berilmaydi va tizim buni himoyalaydi. Biz faqatgina sizni ma'lumotlaringizni ish beruvchi, ya'ni 3-tomonga berishimiz mumkin. Bu oxirida yana alohida sahifa bor. U yerda ma'lumotlaringiz xavfsizligi haqida to'liq yozib chiqilgan. Uni oxirroqda ko'rishimiz mumkin. Demak, pasportimiz tayyor. Uni o'sha rasmga tushgan joyingizda olib borib bersangiz, sizga skaner qilib berishadi. Hajmi esa 2 megabaytdan oshmasligi kerak, ya'ni maksimal 2 megabayt bo'lishi kerak. Bu yerda sizni til sertifikatingiz, diplomingiz, bular ham xuddi pasportingiz kabi skaner qilingan va 2 megabaytdan har biri oshmasligi kerak. Bu yerda esa postal zalt, ya'ni sizni pochta indeksingiz, buni bilmasangiz ham muammosi yo'q. Demak, sizda mana shu 6 ta ma'lumot bo'lsa yetarli. Bu yerda o'zbek tilida varianti ham bor. Mana
bemalol ko'rishingiz mumkin va buni bosamiz, bizda ma'lumotlar ochiladi. Ana endi birinchi navbatda biz ismimizni kiritamiz. Misol uchun bu yerda men kiritayotgan ma'lumotlar asl biror bir shaxsning ma'lumotlari emas, o'xshash bo'lishi mumkin, lekin albatta u shaxsga tegishli bo'lmaydi. Bu yerda Jamshid Yo'ldoshev, bu yerda esa bizni jinsimiz erkak yoki ayol tanlanadi. Bu yerda qachon tug'ilganimiz, misol uchun 2000-yil. Bu yerda esa qayerda tug'ilganimiz, misol uchun bizda Farg'ona va misol biz oilalimizmi yoki bo'ydoq va hokazo. Mana shu yerda men bo'ydoqni tanladim. Ana endi kindi, ya'ni farzandlaringizni so'rayapti. Sizda farzand bu yerda oilalikni tanlagan bo'lsangiz, bitta, ikkita va hokazo kiritishingiz mumkin. Farzandingiz bo'lmasa, mana bu kayni kindini bosib qo'yasiz, bo'ldi. Bu yerda telefon raqam, men shunchaki bu yerni to'ldirib qo'yaman xolos. Albatta boshida aytganimdek, bu fake ma'lumotlar, ya'ni soxta ma'lumotlar hisoblanadi. Bu yerda esa email, siz o'zingizni ishlaydigan emailingizni albatta xatolarsiz kiritishingiz kerak, sababi biz sizni emailingiz va Telegram bot orqali sizga aloqaga chiqamiz va agar emailingiz xato bo'lsa, bitta ana shu aloqa vositasini yo'qotgan bo'lamiz va emailingiz oldin tizimimizdan ro'yxatdan o'tmagan bo'lishi kerak. Va ana undan so'ng pasport raqamingiz, bu yerda men yana o'sha soxta ma'lumotlar bilan kiritib qo'yaman. Bu aynan bir shaxsga tegishli emas va bu yerda rasm. E'tibor bersangiz, men bu yerda 4 ta fayl tayyorlab qo'yganman. Birinchi fayl bu bizni pasportimiz, Zagram pasport. Agar sizda Zagram pasport bo'lmasa, bemalol ID kartangizni skaner qilingan variantini ham PDF qilib olishingiz mumkin. Undan keyin bizni til sertifikatimiz, qayerdan, GOT'dan olgan bo'lsangiz, DAFdan va hokazo, qayerdan olgan bo'lsangiz, ana shuni skaner qilingan varianti va diplom. Agar siz maktabni bitirgan bo'lsangiz va boshqa yerda o'qimagan bo'lsangiz, kamida maktab shahodatnomasini bizga PDF ko'rinishida jo'natishingiz kerak. Agar sizni oxirgi o'qish joyingiz bu kollej bo'lsa, unda ana shu kollejni jo'natasiz. Agar sizda oxirgi o'qish joyi universitet bo'lsa, unda universitetdan diplomini jo'natasiz. Bitta diplom yetarli, lekin siz universitetda o'qigan bo'lsangiz, unda maktab, kollej va universitet ma'lumotlarini to'ldirishingiz kerak va oxirida universitet diplomini yuklashingiz kerak bo'ladi. Agar siz rasmga 3-4 ko'rinishida chiroyli tushgan bo'lsangiz, bu rasmlaringiz ish beruvchiga boradi va ish beruvchini sizni tanlash ehtimoli shuncha yuqori bo'ladi. Siz bizga qanchalik ko'p ma'lumot kiritsangiz, biz shunchalik sizni ish beruvchiga tavsiya qilishimiz va ish beruvchini sizni tanlashi oson bo'ladi. Shuning uchun vaqt ajrating, aynan rasmga tushadigan, aynan mana shu kompyuter xizmatlariga borib, pasport sertifikatingiz bo'lsa, sertifikatingiz bo'lmasa muammo emas, chunki e'lonlarda sertifikat bo'lmasa ham ana shu darajada gaplasha olsangiz yetarli deb aytayapmiz va diplomingiz bo'lsa, eng kamida o'sha maktab shahodatnomasini skaner qilib olishingiz kerak. Ana undan so'ng 2 megabaytdan birontasi oshmaydi bularni. Bu esa 250 kilobaytdan oshmaydi va bemalol formani to'ldirishingiz oson bo'ladi. Demak, men fayllarni tayyorlab olganman. Bu yerda esa men endi rasmni tanlab qo'ysam bo'ldi. Demak, bu yerda menda rasm bor va uni tanlayman. Mana bizda yashil chiqdi, hammasi joyida. Endi ko'cha, ya'ni siz qayerda yashaysiz, ayni paytda yashash ko'changizni kiritasiz va bu yerda shunchaki o'sha ko'cha nomi kiritiladi. Ko'chasi yoki shtig'asi deb nemis tilida yozib qo'yish shart emas. Uy raqamiga esa shunchaki 18. Agar sizda 18 u, misol uchun 20 bo'lib shunaqa ko'rinishdagi uy raqami bo'lsa, unda bu ko'rinishda kiritib qo'yishingiz mumkin. Nuqta, virgul shart emas. Ana endi ord, ya'ni ayni paytda yashayotgan joyingiz, misol uchun men Farg'onani belgilayman va bu yerda land, ya'ni qaysi davlatdasiz. Agar siz mabodo chet elda bo'lib turib to'ldirayotgan bo'lsangiz, unda ana shu yerdagi ma'lumotlaringizni to'ldirishingiz kerak. Demak, keyingi qismga o'tsak bo'ladi. Mabodo biror bir narsa bu yerda qolib ketgan bo'lsa, sizni tizim ogohlantiradi. Misol uchun buni ham bosmadim va White'ni bosadigan bo'lsam, demak siz bu qismni, ya'ni kindi farzandlar bo'limini to'ldirmadingiz deb aytayapti. Demak, biz buni tanlaymiz va endi ikkinchi bo'limga, ya'ni Berufserfahrung, sizni tajribangiz, ish tajribangiz. Agar sizda maktab o'quvchisi bo'lsangiz va ish tajribasi bo'lmasa, unda shunchaki
Write, ya'ni keyingi knopkasini bosish orqali o'tib ketsangiz bo'ladi. Agar sizda ish tajribasi bo'lsa, unda iltimos bu joyni to'ldiring. Sababi bu juda ham muhim. Biz siz haqingizda qancha ko'p bilsak, shuncha sizni tanlanish ehtimolingiz yuqori bo'ladi. Demak, buni bosamiz va bu yerni qisqacha men sizga to'ldirishni ko'rsatib o'taman. Demak, ayni paytda ishlayotgan yoki oldin ishlagan ma'lumotlaringizni kiritishingiz kerak bo'ladi. Birinchi o'rinda qachon ishlaganingiz. Sizda mana shu to'ldirilayotgan joylardagi deyarli hamma narsa chiqadi, faqat ko'rinishi boshqacha bo'ladi. Telefonda to'ldirayotgan bo'lsangiz. Xo'p, biz endi qachon ishlaganimiz, ya'ni start datum, qachon boshlaganmiz, buni to'ldiramiz. Men aytaylik, bu yerga 2022-yilni belgilayman. Xo'p, 2022-yilning qaysi oyi? Misol uchun mart oyi. Endi qachon ishni tugatganmiz? Agar siz hali ham ishlayotgan bo'lsangiz, unda biz hoytini bosib qo'yasiz. Agar ishni yakunlagan bo'lsangiz, ya'ni u yerda ortiq ishlamayotgan bo'lsangiz, unda bu yerni tanlashingizga to'g'ri keladi. Misol uchun biz 2024 va aytishimiz mumkin dekabr tanlab qo'yamiz. Demak, 2022-yil martdan 2024-yil dekabrgacha ishlagan bo'lamiz. Undan so'ng bizda position, ya'ni qayerda, qanday lavozimda ishlaganmiz. Qanday lavozimda va qayerda. Bu yerda men misol uchun ombor ishchisi deb yozib qo'yaman. Albatta nemis tilida bo'lsin. Bu yerdagi ma'lumotlar nemis tilida bo'lishi kerak. Sizni shu orqali ham nemis tilini bilishingizni biz bilib olamiz. Va undan so'ng qayerda ishlaganingiz. Misol uchun Fergana Trade Service va joy. Qayerda u? Misol uchun Fergana Uzbekistan. Xo'p, endi Aufgaben, ya'ni siz nima vazifalar bajargansiz? Misol uchun shunchaki yozib ketasiz bu yerga. Buni tarjimasi tovarlarni qabul qilish va saralash. Enter, ya'ni pastga tushamiz. Keyingisi biz yuklash va tushirish, ya'ni siz bilmasangiz aynan bu terminlarni qanday nomlanishini, unda shunchaki ChatGPT ga nima ish qilganingizni qisqacha 4 ta 5 ta gap bilan tushuntirib bersangiz, u sizga tarjima qilib beradi. Xo'p, mana keyingisi bizda jamoa bilan ishlash va xavfsizlik qoidalariga rioya qilish. Misol uchun men shunaqa yozdim. Aynan siz ham bunda yozishingiz kerak degani emas. Va yozib bo'lganimizdan so'ng mana shu ko'rinishda tushadi. Xo'p, endi sizda yana ish tajribasi bo'lsa, xuddi shu ko'rinishda mana bu plyusni bosgan holatda yana davom ettirib ketishingiz mumkin yoki faqat bitta bo'lsa, unda muammo yo'q, white'ni bosishingiz mumkin bo'ladi. Bu yerda house building, ya'ni ko'pchilik house buildingni boshqacha o'ylaydi va house building bu shunchaki sizning ta'limingiz, ya'ni oldin qayerda o'qiganingiz. Va e'tibor bersangiz, o'ng tomonda bizda ma'lumotlar juda ham chiroyli tarzda to'ldirib borilyapti. E'tibor bersangiz, qachondan qachongacha ishlaganimiz, qayerda nima ishlar qilganimiz bu yerda ajoyib ko'rinyapti. Va telefonda bu biroz o'ngroqda mana shu yerda bo'ladi. Shuni bossangiz, xuddi shu narsa ochiladi va o'ng tomon tepada X knopkasi bor. O'sha knopkani bossangiz, yana yopilib bu yerga qaytasiz. House building, ya'ni eng kamida maktab kiritilinishi kerak yoki bo'lmasa mana shu universitetgacha kiritilinishi kerak bo'ladi. Va misol uchun maktabni boshlaymiz. Biz qachon 2006-yilda o'qishni boshlaganmiz va odatda maktablar sentyabrda boshlanadi. Va qachon tugaydi? 2006-yilda boshlagan bo'lsak, biz 2017-yilda o'qishimizni tugatgan bo'lamiz. Va iyul oylariga to'g'ri keladi. Misol uchun men mayni belgilab qo'yaman. 25-mayda o'qishni tugatgan bo'laman. Undan so'ng bizda bu yerda qayerni o'qiganmiz, ya'ni qanaqa ta'lim muassasasida o'qiganmiz, mana shuni so'raydi va biz misol uchun shule kiritamiz, ya'ni 7-maktabni kiritamiz. Farg'onani o'rniga siz o'sha Fergana deb nemis tilida yozadigan bo'lsangiz, bu yana ham yaxshi. Va bitiruv darajasi, misol uchun o'rta ta'lim bo'lsa, mana bu gapni yozib qo'ysangiz bo'ladi. O'rta ta'lim. Demak, pastda, demak bu maktab uchun bo'ladigan bo'lsa, ana endi kollej uchun. Agar sizda kollej bo'lmasa, faqat maktab bitirgan bo'lsangiz, buni universitet bo'lmasa, buni bosib qo'ysangiz bo'ladi. Yoki shunchaki bosmasdan ham white, ya'ni keyingi bo'limga o'tsangiz ham bo'ladi. Keling biz kollejni ham to'ldirib ko'ramiz. Misol uchun kollejda men 2017-yil o'qishni boshlaganman. Qaysi oy? 9-oy, sentyabr. Va bu yerda yana tanlashingiz mumkin. Men bu yerda ham tanlashim mumkin. Shunchaki tezroq yozib ketyapman, sizni vaqtingizni olmaslik uchun. 2020-yil o'qishni tugatganman
va 6-oyda, ya'ni iyunda. Endi ta'lim muassasasi, ya'ni qayerda o'qiganman? Farg'ona Fergana Industrial College. Pastda esa biz aynan nimani bitirdik? Ya'ni qanaqa darajada bitirdik? O'rta maxsus bo'lsa, mana shuni yozib qo'yamiz. Pax abitur. Endi universitetga keladigan bo'lsak, biz o'sha yana vaqt mantig'iga qarab ishlaymiz. 2006-2017, 2017-2020 va endi o'sha 2020 ni sentyabrda o'qishni boshlagan bo'ladigan bo'lamiz. 2020 ni sentyabri va ana endi biz 2024-yilda o'qishni bitirgan bo'lamiz. Iyunda yoki iyulda. Bu o'zingiz o'sha ma'lumotlaringizga qarab. Va qayerni bitirdim? Misol uchun Farg'ona davlat universitetini bitirdim. Xo'p, bu yerda yana o'sha nemis tilida to'ldirishingiz kerak bo'ladi. Undan keyin qanaqa yo'nalishda bitirdim? Buni ham yozib qo'yaman. Okay, bu hammani o'zidan kelib chiqib yoziladi. Va mana bizda ma'lumotlar, Ausbildung bo'yicha ma'lumotlar juda ham chiroyli tarzda to'ldirildi. Demak, yana qaytaraman, bu ma'lumotlarni sizda albatta diplomingiz o'zbek yoki ingliz tilida bo'lishi mumkin, ikkala tilda bo'ladi yoki rus tilida. Va undan so'ng Write-ni bosamiz. Bizdan endi til bilish darajasi. Bu yerda qaysi tillarni qay darajada bilishingizni so'raladi. Misol uchun bizda bu yerda o'zbek tili A1, B1, B2 va hokazo yoki ona tili darajasida bilamiz. Mana va undan so'ng nemis tili bizga muhim. Misol uchun B2 yoki B1 va misol uchun rus tilini ham bilaman, Rossiyaga borganman yoki va hokazo rus maktabida o'qigan bo'lishingiz mumkin. Mana va ingliz tilidan ham ancha o'rganib qo'ygan bo'lsangiz, mana shu ko'rinishda belgilab qo'yasiz. Endi qolgan tillarni kiritishda unchalik ham maslahat bermayman, baribir biz asosiylarini qoldiramiz. Demak, til bilish darajasi ham kiritildi. Bu mana bu yerda ko'rinadi. Va keyingi bo'lim sizni ana endi qobiliyatlaringiz, qanday qobiliyatlaringiz bor? Odamlar bilan chiqishuvchanmisiz? Jamoa bilan ishlashga juda ham qiziqasizmi? Tashkiliy ishlarga qiziqasizmi? Yoki kompyuter bilimlaringiz bormi? Mana shularni bu yerda knopkalarni bosish orqali to'ldirishingiz mumkin. Biz sizga tayyor qilib qo'yganmiz. Misol uchun o'qiysiz, team arbeit, ya'ni jamoa bilan ishlash va hokazolar bor. Agar sizga to'g'ri kelmaydigan qandaydir ma'lumot bo'lsa, buni X qilib kamaytirishingiz yoki mana buni bosib ko'paytirishingiz ham mumkin. Bizga ko'pi kerak emas, aynan ma'lum bir doirada muhim xislatlaringizni kiritib qo'ysangiz yetadi. Kompyuter bilimlariga ham Word, Excel, o'sha aynan kerakli bilimlarni yozib qo'yganmiz. Bu yerda mana kiritib bo'lganingizdan so'ng va albatta sizni haydovchilik guvohnomangiz. Bu yerda bosamiz va buni tanlaymiz. Bu yerda bir qancha haydovchilik guvohnomalari bor. Misol uchun sizda B bo'lishi mumkin, faqat B ni. Yoki agar sizda C ham bo'lsa, C ni BC qilib tanlab qo'yishingiz mumkin bo'ladi. Va ular bu yerda ko'rinadi barchasi. Mana yaqinlashtirib ham ko'rishimiz mumkin bu yerda. Ana endi Write qilib eng muhim joylardan biri dokumentlarni yuklash. Boshida aytganimdek, siz dokumentlarni oldindan chiroyli tarzda tayyorlab qo'ygan bo'lsangiz, muammo bo'lmaydi. Shunchaki fayl tanlashni bosasiz, telefoningizda bo'lsa telefoningizda, kompyuteringizda bo'lsa kompyuteringizda diplom, pasport chiqadi. Pasport albatta shaxsiy ma'lumotlarni yashirib qo'yganman. Sizda bunday bo'lmasin, albatta ko'rinishi kerak chiroyli tarzda va tanlaymiz. Bu yerda mana pasportimiz, uni hajmi tushganini ko'rsatadi. Agar sizda til sertifikati bo'lmasa, muammo emas, shunchaki buni bosib qo'yasiz, bo'ldi. Agar bo'lsa, bu zo'r va buni bosib sertifikatingizni ham kiritib qo'yasiz. Va albatta mana shu yerda sertifikatingizni qayerdan olganingizni kiritib o'tishingizni so'ragan bo'lardik. Misol uchun men GYOTdan olgan bo'lsam, GYOT sertifikatini tanlayman. Bu yerda albatta ko'rishingiz mumkin DAF Sprachzentrum sertifikati ham bor. Bu yerda albatta ko'rishingiz mumkin Consulting Uz bilan hamkorlikda ishlaydigan DAF Sprachzentrum sertifikati ham bor. Bu ham biz uchun juda ham muhim hisoblanadi. Agar sizda bu sertifikat bo'lsa, unda buni ham kiritib qo'yishingiz mumkin bo'ladi. Bu yerda biz diplomga keldik va diplomni ham tanlaymiz. U ham mana juda ham kichik hajmda va ana endi Write-ni bosamiz. Bu yerda bizda aynan shu to'ldirilgan formaga rostdan rozimisiz, ma'lumotlaringizni kimga berishimiz, qachon berishimiz, hammasi yozilgan. Bir qator o'qib tanishib chiqqaningizdan so'ng buni bosasiz va sizni ana shu xavfsizlik tomonidan
robot emasmi, ya'ni turli xil virus emasmi darajasida tekshiramiz. Va bu yerda avtobuslarni so'rayapti. Hech qanaqa muammo yo'q. Avtobuslarni tanlaymiz va tekshirishni bosamiz va bizda bittada o'tdi. Agar sizda o'tmasa, unda bemalol shoshmasdan oxirigacha to'ldirasiz va mana buni bosasiz. Biroz kutadigan bo'lsak, bizda vielen Dank yozuvi chiqadi. Dokumentlarimiz yuklanib bo'ldi va ko'rishingiz mumkin, vielen Dank, ura. Biz barcha ma'lumotlarni yuklab bo'ldik va ana endi Telegramga qaytadigan bo'lsak, Telegramga o'tamiz va botdan bizga tabriklaymiz xabari kelyapti. Albatta, emailingizga ham bu xabar boradi. Siz botni va Telegram kanalimizdan chiqib ketmagan holatda bizni kuzatishda davom etishingiz kerak. Sizga barcha ma'lumotlar bot orqali keladi. Faqat biroz shoshilmasdan kutishingizni tavsiya qilgan bo'lar edik. Biz siz bilan ishlashdan juda ham xursandmiz. Hammaga e'tibor uchun rahmat. Germaniya sari olg'a.